qo'limni tiqib olaman o'zi. Qanaqa dadang o'li, dadang Rossiyaga ketdi. Yeri, qera oling bu gapni. Ona bu aytdi dadam o'yladi. Sizning Astag'firullah delaring. Dadajoning Rossiyaga ketdi. Sen kuchukni qo'lidan yo'qam kelmaydi, dadang ketdi ishlashga. Kuchuk. Dada qo'ydim, asabim buzma. Ketdi ham. Hey, ey, xo'janingni qo'y, nima qilib yemasan bu xotiningni? Gapir o'zing. Siz turing, ovqat qiling. Xashajon. Ichib o'qitib, tushdi keltirasing. Iflosi yomon qo'lisharanda bu kuchukni. Bamaza qiladi shuni qopdi. Lekin hozir men seni onajoning bilaman. Mirjan! Marjon bilan nima topsan? Laqablarni mana topsan yo'qmi? U qanday yordam beraman? So'fotim qo'yib xotiningdan qo'yibsan. Ey kuchuk, boshingdagi nimaga qo'ying, boshingdagi. Azolikka hamma to'qib. Ay qo'yilgani yo'q deb men senga Rossiyaga ketdi. Amman boshing og'rir deb to'qib qo'ydilar buni. Endi amma endi ishton kiydirsa ishtonni kiydiravering shunday. Yo'q. Yes mana. Ishton nima? Ay remonni yezgan sen kuchukka qaraysan. Qanda? Bu senga ham. Snickers Hamma. Bunislarni berolmayman, nana o'shalarni. İpi uçma, nana gözünü uçar. Can! Men sen baladan qo'limni yuvdim. Oyog'imni ham yuvdim sendan. Eng avval onangga, keyin yana onangga, keyin yana onang. Dalshi onangga yaxshilik qildi. Biron joyga xotinga yaxshilik qil degan joyi yo'q. Oxiriga bir marta otangga yaxshilik qil degan. Lekin sen meni tushunmaysan, meni dardlarimni tushun. Sen mana bachcha eding, yosh bachcha, sumsuzcha eding. Bir qo'lim ko'tarib jib. Emirib seni ishlarni qilaydim. Sen o'z tushunmaysan. Chunki bachchang yo'q. Erta bachchang bo'lsin, tushunasan. Ilohi omin, ilohim senga ham mana shunaqa o'g'il farzand bo'lsin-da, xotinni qo'lib bersin. Alloh aytdi. Keyin salom beraman. Assalom, sizga ham assalom deyman. Tug'masak. Hocam belki o'g'lingiz aybdordir. O'g'lim ne ishlar nimaga? O'g'lim chotga taratar avtomatcha bu. Hamma ayb sizga. Sup sallaga. Avqat sizning qornim och qoldi mana. Qanday joy chiqdi? Voyda, bu kelin meni zaharlamoqchi bo'ldi. Voy hamshara eshitsin. Voy bu nima bu? Ha bu ovqatmi bu? Buni shunday sho'r qilib tushki buni. Yundoq beryapsiz menga. Ha, ey sizga bir Xudo rahmati onangiz bir ovqat qilish. Voy sen Xudo rahmati bersin emas onangiz tushunizmi? Sizga gapirishdan ko'ra mana bu bir ovqat qilish o'rgatilib bilmaydimi? Ana bu ko'changiz pishgan ekansizmi? Men bo'lgan senlar bilan. Tur, sen ham tur. Ikkalang ham sudga boramiz. Sudga? Sizni sport o'yinlari qiziqtiradimi? Kanalimiz homiysi sizga eng katta koeffitsiyentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa kommentariyada. Xotining qani? Ana shu restoranga ishlash kerak ekan. Mana shu restoranga og'ziga chichaman, uni ham seni ham. Og'ziga chichaman, yur bera. Yur olaman. Qonniydi kelibdi. Go'sht edi u. Ona! Afsan! Xotining qani? Xotiningni tez top. Xotinim afsan qilib qilamman. Hamida! Sen yo'qmi deyman-da? Men ko'rmayapman. O'g'ay chiqmayapti-ku. Nechta kabinasi bor ekan? Yana 5 ta. Bitta ko'ramiz hammasini. Bitta, yur. Assalomu alaykum oyijon. Alaykum salom. Sizga 5 barmoq. Sizga bir shapaloq bersam ozman. Xo'sh, kelinjon qani boshlang qani? Oyijon, xullas bir o'zbek restorani Ko'l shahridagi beklar mahallasi ovqatlarni qarang qanaqa shirin.
ishlasang o'z ko'zim bilan ko'rganman oyijon. Tug'ilgan kuningizni ham qanday shu yerda qilsak bo'ladi. Qanaqa shirin-shirin-da ovqatlar oyijon. Menga ishlayotgan joyingizni maqtamang, qayman. Men o'zim yeb ko'rmasam, men ishonmayman hech kimga. Mana shunaqa. Oynani o'zing ko'rib yo'qdimi to'g'ri? Yeb ocham, o'zingizga. Ye mana, oxirigacha ye. Pulim kim beradi buni? Pulini onang bermaydi kanishda. Mana xotining beradi. Qayman? Ishlayapti Arolga. Yana nimalar bo'lib keling qani? Qo'qon shahridagi O'zbegim restorani menga ma'qul. O'g'irlarni qo'li gul ekan, shunday bamaza, voy, maza qildim. Go'shtlar mana tishdan o'rash. Juda zo'r ekan. Bo'ldi, ketamiz endi mashinaga o'tirib. Qanday olib chiqaymi? Xotining qo'yishira ishlayversin. Buni pullari yig'ilaveradi-ku. Uydagi tug'ilgan kun maraka hammasini shira bepul o'tkazamiz. Sigaretami qani? Men sigaret chekmayman-ku. Nima chiqaman sigaret cheksan, tushundingmi? Davay, tez mashinaga o'tir. Otang Rossiyadagi joydan pul yuborgan, o'shani borib bankdan olishimiz kerak. Yuring. Kerak emas. Maktab qanday bo'ldi? Yaxshi bo'ldim, charchadim. Bu qaydaming nom? Ha, Amonjonning ustozi, yaxshimisiz? Amonjon bugun darsga borgan yo'q? Kecha davchani ko'proq yeb qo'yibdi. Tarraq bo'lgan. Ichki topdim. Jiq. Ha, kechayam darsga yo'q edimi? O'sha kecha davchani ko'p yeganda, o'shanga hozir men uni o'zim shaxsan davolayman. Yurak bu tarafga ol. Sen maktab bo'lmaysan, yurakni qiyralaysan. Hayqiraman dog'lar bag'ridan. O'zing ko'rsatmagan, ichingga yoq. Men maktabdagi bachchalar aytdiki, onang eng chiroylisi dedi. Hey, keting qismlarsini qil. Oh, you touch my tra-la-la. Dadajoning keldi. Daftaringizni qog'oz qani? Eronlarning tuzilishi va piq qilma. O'yinda daftar olib bera olmayman men bir yilga senga. Harakat. Qattiq otangni boshqa qattiq. Ertaga tualet uchun 20 ming so'mdan yig'ibdilar yana. 2 oy bo'ldi. 20 ming so'mdan berdik tualetlarimiz uchun. Bu qizlarnikiga ekan-da. Endi qizlarnikiga boringlar bo'lmasa. Urma bachani. Siz aralashmang. Siznikinizga ketganda tutpoy. Ha, Amonjonning ustozi. Amonjon olimpiadaga birinchi o'rinni oldi. Bola to'y bola. Menikinim 10 manga ketgan bu, ha. Kundaliging qani? Tez bo'l. Matematika 2. Ha, o'qdi. Men o'qiyapman, so'raganim yo'q. Ona tili 2. Gapir, tiling bo'lmi? Sinfdoshlarini kar, ko'r, maqov, pes, saqov, kuchuk, mol, eshak deb haqoratlayapti. Kimdan o'rganyapsan? Kimdan o'rganyapsan? Manlastim qani. Ha, bu kuningizdan o'ylingsiz alkash. Yo'q, sizdan qo'lingiz ketsin, sizni kuchuk, mol, eshak, maqov, pes. Ko'rmasiz o'sha yerga o'tiribdi. Mehnat 5, jismon tarbiya 5, musiqa 5. Ha, men o'zi a'lochiman. Yaqinga sinfga o'qimoqchiman. Amonjon darsga kech kelyapti. Maktabga kelib ketishingizni so'raymiz. Amonjon uyga ham kech kelyapti. Siz ham bir uyga kelib keting, keyin biz boramiz. Sizni sport o'yinlari qiziqtiradimi? Kanalimiz homiysi sizga eng katta koeffitsiyentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa kommentariyada. Bacha uxladi. Xo'sh, bugun bizlar kunimiz. Yo'q, deding. Nima
Bashir. Nidom. Hayqiraman. Hayqiraman. Baqirsam foydasi yo'q endi. Oy, Amonjon, hayqiraman tog'lar bag'ridan. To'y qiraman, hayqirib. Hey bacha, bu yo'q bola bilan tenglashasiz. Buni chiroyli tushuntirib. Qarang, aql o'rgatmangda o'zingiz o'rgating bachangizga. Qarang. Hayqiraman tog'lar bag'ridan. To'y qiraman. Yo'q. Hayqiraman tog'lar bag'ridan. Hayqiraman tog'lar. Hayqiraman. Nima yo'q? Hayqiraman tog'lar bag'ridan gumburlagan sado keladi. Ona yerning otash qa'ridan o'g'lim degan nido keladi. Sen öğretince mahat kayım. Bola al-Xorazmni ham bilasizlar. Matematikadan misol yetishimiz kerak. Nima? Misol. Sigaret olmaydilar. Uxlabdilar. Kötüne yaralı. Esseçic. Dada palmal çekerler. Dayımını düşünse bile de bu narkomanlık yaptı. Ama sen de sigaret çeker. Sport bilan şoğullar. Sport bilan ben çekip çokum çıkan yok bana. Bilan şoğullamam. Uy makine. Kimdan o'rganibsan sen sigaret chekishni? Biz senga shunaqa tartib bering, oxirini o'ldiray shuni. Gapir. Bunaqa ishni Gapirma. ana shuni chekasan ana shuni. Hammasini chekasan ana shuni. Maktabga bergan pullarimizni sigaret chekibsan-da. Kreditlar to'lanmagan, sen sigaret chekibsan. Mashinamiz yo'q, sen sigaret chekibsan. Dadangni tuflisi yo'q, sen sigaret chekibsan. Qara, dadangni mazasi bo'lmayapti, sen sigaret chekkaningni eshitib. İçkenler. Avu! Doğranı getirip tutalım. Amonjon! Ona bu nasıl? Qanday qilib bu loqni boshini aylantirding? Я вас не понимаю. Как голова вот вертолета вот круг сделал? Как? Я вас все равно не понимаю. Endi uylansang ham kerak bunga, ha? Может быть. Sen kuchukni shu umidlar bilan katta qilibmi? Как ты хорошо сидишь, нормально все? Xonim qaynayapti, xonim. Ama! Пока, пупчик. Увидимся в следующий раз, ладно? Пока, пупсик, увидимся в следующий раз. Hayır maktab, hayır uyga vazifalar. Katta hayot meni kutmoqda. Ona siz ne eshitmang, men o'ylab qo'ydim, biznesmen bo'laman. Qo'y olaman, semirtiraman, sotaman. Mol olaman, semirtiraman, sotaman. Xotin olaman, uni ham semirtirib sotaman. Bitirdingmi? Albatta, qiziqqani. Nimani? Nima? Pasportimi, diplomni. O'qiydi bu. O'qiysanmi? O'qi. Hey! Institutga o'qiydi, oliy ma'lumotli bo'lish kerak bacham. Mana asali. O'qimayman, men biznesmen bo'laman. Şiratçıda. Biznesmenmi? Bu Osiyo xalqaro universiteti. Nima qilaman beraman? 17 ta yo'nalishi bor ekan, 3 ta magistraturaning yo'nalishi bor ekan. Kechki ta'lim, sirtqi ta'lim hammasi bor, tushundingmi? Tushundim. 25-maydan boshlab maktab o'quvchilari uchun ham qabul boshlanar ekan. Attestatni keyin keltirib bersang bo'lar ekan buraga. 11-iyun kuni birinchi imtihon, tushundingmi? Kelasan. Kelmayman. Bola o'qishga bo'sh vaqtimiz ko'p bo'ladi. Sizni ham beri qarovulchilikka gaplashdim. Ham institutni, ham bachangizni qarovullik qilasiz. Papasha. Davay. کنم نمیشه همدان کدام همیشه در تگی دیل و زاره دوان